Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Arzon savdo kanaldasizlar. Bizda bir-biridan ajoyib bo'lgan sifatli O'zbekiston mahsulotlarimiz bor. Mana bular hammasi yangilik tovarlarimiz. Bu yerda hamma ko'rib turgan ishlaring Turkiya, Xitoy ishlaridan kopiya qilib olingan. Mana masalan, mana bu ham Turkiya ishlaridan kopiya qilingan. Sifatlari lekin zo'r. Turkiyalar masalan pachka narxi 100 mingdan teppa 150 ming atrof bo'lsa, bular teng baravar kamida bo'lmasa bundan ham arzon bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Razmerlari 5 tali bo'ladi, 36 dan 40 gacha bo'ladi bular. Mana padoshlari yaxshi, kilollari zo'r berilgan. Mana modelni ham bilsalaring kerak. Mana shu modellar ham shu kopiya qilingan ishlar. Sifatlari yaxshi, bir-biridan chiroyli. Keyin mana buni ham boshqa rasvetkalar tugab qoldi. Buni korishnovoylari, malochniklari bo'ladi. Ochiq svetlari, bu qora sveti. Sifati yaxshi, O'zbekiston mahsuloti bu ham 36 dan 40 gacha. Mana bu ishlar ham hammasi Xitoy kopiya ishlar. Xitoyga 100 ming tepasida pachka narxi. Bularimiz 40 ming. Mana ular 40 ming so'mdan mana shular. Bular 1-2 ming so'm arzonroq bo'ladi. Mana bular rasvetkalar hammasi bor mana hozir. Hamma rasvetkalarimiz bor. Keyin mana ular ham mana. Bular ham kopiya ishlar. Lekin mana shu luks kopiya, originalga yaqin ishlangan. Ko'rsalar ham, xarid ko'rsalar ham bilasizlar. Mana. Keyin buni ham ko'ringlar, shu chiroyli chiqqan. Padoshlari ham balandroq buniki. Taylari yumshoq. Zo'r. Xullas men Telegram kanali qoldiraman, shu yerda nomerlar qoldiraman. Agar Telegram gruppamizni topolmasalaring, bemalol o'sha nomerimni qoldiraman, o'sha nomerga yozasizlar. Nomerimni saqlanib turib, yozsalaring men sizlarga chiqarib beraman. Qanaqa savollar bo'lsa o'sha yerda gaplashamiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor, hamma joyga chiqarib beriladi dastlabki. O'zbekistonda hamma joyga, hamma chekka joylarga chiqarib beriladi. Dastlabki xizmat unaqa qimmat bo'lmaydi. Masalan, bir pachka oyoq kiyim olsalaring, dastavkani o'zi, tovardan tashqari dastavkani o'zi bir 30 minglarga tushadi. Bu degani har bitta olib turgan oyoq kiyimlaringiz sizlarga dastavkasi bilan deylik, mana bu narsa 40 ming so'm. Shuni olsalaring, dastavkasi bilan 45 ming so'mga aylanadi. Bir pachka olganligida. Agar ko'proq narsa olsalaring, deylik 10 pachka olsalaring, masalan, 10 pachkasi ustiga 1-2 ming so'mdan minadi xolos. Ko'p olganlar hisobiga yo'lkiroq arzonga tushadi. Shularning hisobini qilsalaring bo'laveradi. Hozirgi kunda dastavka qilish muammo bo'lmay qolgan. Xohlagan joylarga chiqarib beramiz. Agar qo'shni respublika Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ko'rib turgan bo'lsalaring, aytlarga ham chiqarib berilaveradi. Uni ham dastavkalar unaqa qimmat emas. Shu. Yana qanaqa savollar bo'lsa, qanaqa fikrlar, takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, like bosinglar, podpishka qilib yuboringlar. Aloqadamiz. Xo'sh, keyin mana bular ham Xitoy arzon tovarlar bular. Mana yangiliklar keldi. Mana bunaqa ishlarimiz bor. Ular 45 ming so'mdan 36 dan 40 gacha bo'ladi. Sifatlari zo'r. Kimga qiziq bo'lsa yozsalar ham bulardan ham chiqarib berilaveradi. Sarig'i ham bor. Buni faqat qorani o'zi kerak bo'lsa, sarig'i ham qo'shib olishlik kerak. Nimagaki shuni juplab sotiladi. Bulardan berilaveradi bulardan ham. Mana tapchkalarimiz bor mana bunaqa. Yollari nimali? Gelevi deydimi? Ichi ko'rinib turadi, o'rtasi anaqa. Ular ham zo'r ketyapti. Narxlarimiz arzon 30 ming, 35 ming, даже 25 minglari ham bor, tugab qoldi. Hozir boshqa makasima bor, 25 millionni ko'rsataman. U ham 27 mingdan sotilingan. Faqat sizlar uchun shuni 25 qilib qo'ydik. O'zi oz qolgan, ko'p emas. Bulardan ham bor. Ezilar bor, mana assortimentlarimiz juda ham serob. Narxlarimiz Telegram gruppa qoldiramiz, shu yerda bo'ladi narxlari. Tapchkalar bular hammasi yangi partiya kelgan tapchkalar, narxlari arzon xudo xolasa. Arzon qilib beriladi. Mana uni 27 ming so'm gruppada turibdi. Mana shu videoni ko'rib, menga tashlasangiz 25 ming so'mdan qilib beramiz. Ko'p emas, bo'lsa 5-6 pachka qolgan. Buni pushtisi ham bor, buni. Pushtisi ham bor. Bu ham bir xil qilib beramiz narxini. Keyin mana ular bor, mana. Buni boshqacha qili ham bordi, hozir tugab qolibdi. 55 ming so'mdan bu. Oz qoldi bular ham. Mana mimular bor mana. Baletkalar. Ularimiz bor mana. Hammasi bular 40 ming, 45 ming atrofi chiqadi narxi. Setishni ishlar. Yozsalaring Telegramdan gaplashamiz qolgani. Mana basınçlar ham zo'r ketyapti. Mana bundan 2 pachka, 3 pachkadan sotyapmiz. Bulardan ham ketyapti.
Mana bular yana boshqatdan paftor keldi. Buni ham o'sha olib sotib yurganlar biladi. Buni mana kapalaligidan ham kelgan mana. Bu ham chiroyli. Yo'qsalar chiqarib beraveradi bundan ham. Makasima so'raganlarga mana skromni. Keyin hojiga bormoqchi bo'lganlar uchun mana hoji onalarimizga zo'r tushadi oqlar. Setishnilar bu mana. Bular ham 36 dan 40 gacha 6 talik bo'ladi. 36 dan 40 gacha mana. Buni hozir 2 xili bor. Bu har kunguli kiyishga vobshe zo'r narsa. Mana qadosh tekisligini hisobiga yurgani quli. Keyin qalinroq so'raganlarga, yomg'irli havoga so'raganlar uchun mana ayiqchalarimiz, pandalarimiz bor. Mana ular ham mana 47 ming so'mdan qilib beramiz. Mana shu rangini o'zini. Lekin mana o'zi mana ular 65 ming so'mdan mana. 65 mingdan. Xuddi shu bir xil sifati 47 ming so'm mana. Tugatishga bundan ham ko'p emas. Keyin unaqa ketalarimiz bor, materialli. Yozga ham bo'laveradi bu. Yozda ham mazaq kiyorasizlar, skromniy, chiroyli. Biz yangiliklarimiz serob. Kablok so'rasanglar, kabloklar ham bor mana. Narx qiziq bo'lsa, nomerlar qoldirilgan, e'tiborli bo'lasizlar. O'sha nomerga siz aloqaga chiqinglar, telefon qilinglar. Agar ko'tarilmay qolsa, mabodo siz Telegramdan o'tinglarda kanal deb kanalga qo'shib qo'yingmi, biron narsa yozib qo'ysalaring, men o'zim kanalga qo'shib qo'yaman. Uni ham qaranglar, chiroyliligini. Вообще zo'r. Korobkali ishlar bular. Korobishni ishlar. Mana. Plus bundan ham ko'p o'z assortimentimiz, Telegram gruppamizda bundan ham ko'p narsa bor. Yozsalaring, hammasini chiqarib beriladi. Narxi rasmi bilan tashab beraman. Keyin mana haligi 55 minglikni boshqa qilib mana shular o'zi birinchi kirib kelgan. Orqasida ramashkali bo'lardi bu mana. Yonida guli bor ekan. Mana shu ikki xilidan qopdi buni. Keyin mana buni ham 40 ming so'm qo'yib yuborganmiz. O'zi bular 65 ming. Boshida birinchi kirib kelganda 95 ming, 100 ming sotilgan. Hozir narxi tushib skidkaga 40 ming so'mdan bo'lib qoldi, lekin sifati hali ham o'sha. Narx arzon. Bundan 2 pachkami bor, 2 pachka bor. Bu xilidan bor, keyin yana bitta xili bor. Hozir bu yerda yo'q edi. O'zimga yozsalaring tashab beraman. Shu yozaverasizlar, aloqadamiz. Bosh mana kanalimiz realniy. Mana bugun chiqib turgan tovarlar mana 23 minglik diskilardan chiqib ketyapti. Mana hammasi 23 minglik. Mana unisi arzonroq varianti 17 minglik, 16 minglik mana. Bular ham 23 minglik. Kanal 100% ishonchli, har doim yuk chiqib ketadi. Har bozor kunlari yuk chiqib ketadi. Kanalimizda ham ko'rsatib qo'yganmiz. Yuk chiqib ketib turgan yuklarni obzor qilib boramiz. Kirsalar ham shu yerda bor mana. Bular hammasi rezinoviy tapchkalar. Bulardan ketyapti mana. Quyma rezinoviy tapchkalar. Keyin mana Turkiya nima kopiya ishlar bilan, Turkiya Xitoy kopiya ishlardan ketyapti. Mana bundan ketyapti mana. Bugun chiqib ketadi hammasi. Mana shular chiqib ketyapti mana. Bular Xitoy ishlar mana. 45 ming so'mdan skidkaga tushgan bular 45 mingdan. Mana detskilar. Bular 28 ming so'mdan. Mana buni Hermes tapishni kim bilsa, hozir ochmayapman buni. Shu nimada bor? 33 mingdan Hermes Xitoy tapishkalar. Keyin mana bundan ketyapti 40 mingliklardan. 40 minglik bu qorasi bu. Toshsizi, bular toshligi. Mana toshlikni qorasi ham bor bu yerda. Mana bu detskilar mana bular 20 ming so'mdan mana shu. Bitta pachkasi 100 ming bo'ladi. Keyin mana buni tapishkalar mana. Bular ham bitta pachkasi 138 ming bo'ladi. Bular murskoylar bu mana. Xullas ishonchli guruhga qadar turganlarga yozsalaring mana chiqarib berib turilaradi. 100% ishonchli mana. Buni tovarimizdan bugun chiqib ketyapti. Toshkent Qibraga chiqib ketadi mana. Nomerlariga ham bor. Yozaverasizlar.